49-savol. Propan molekulasi C3H8. Propan molekulasi xrom oksidi ishtirokida degidrogenlanyapti va reaksiya natijasida C3H6 propin va vodorod gazini hosil Gazlar aralashmasida 3 xil gaz saqlaydi degani propan molekulasining ma'lum bir miqdori ortib qo'ygan ekan. Propan molekulasini umumiy 10 mol olsam, bosimi 1,6 marta oshdi. Unim 1,6 marta oshsa 16 mol gazlar aralashmasi, ya'ni 16 mol bo'lgan. Dastlab 10 mol propan edi, keyingi gazlar aralashmasi esa 16 mol. 3 xil gaz C3H6 bor va C3H8 propan bor va vodorod bor. Umumiy gazlarning miqdori 16 mol. Dastlab 10 mol edi, endi 16 mol bo'lyapti. O'rtash 6 ga 1 mol propan ishlatgan vaziyatda 1 mol propan dehidrogenlanganda 2 mol gaz hosil bo'lyapti. 1 mol vodorod, 1 mol esa propan. O'rtash farq 1 ga teng. 1 dan 2 o'tganda farq 1 ga teng. Masalamiz bo'yicha o'rtash esa 6 molga teng. Alkanda miqdorini topadigan bo'lsam 6 mol, dehidrogenlangan alkanda miqdorini topadigan bo'lsam 6 mol. Umumiy 10 mol edi. 10 molning 6 moli dehidrogenlangan, 4 mol esa dehidrogenlanmagan. Demak, 4 mol alkanimiz dehidrogenlanmasdan ortib qolgan. 4 mol alkan bo'lgan, 6 mol alken bo'lgan. Nisbati 4 bilan 6 degani 2 ga 3 nisbat. Bu javobga to'g'ri kelyapti.